Assalamualaikum hurmatli Noqat Xabar xizmati kanalchilari. Bugungi kunga 17-may 2026-yilda biz Qayrag'ashning ko'chalarida yuramiz. Bunda aytganda 5-ko'cha bilan Oltin o'rtasi Tupi ko'cha. Murzayev yo'lchi bilan Islom Bergash atındagi ko'cha o'rtalig'ini shunday shag'al to'yib qo'ydik, qarangizlar. Ajatlar ko'chalarda. Shunday Şaqaltov yer qo'ng'ishlari va odamlar to'g'ib nima qilishibdir. Bizdan alsog'ay like bosib o'tib qo'yinglar. Shundan birga bugun enelerdan bayram bilan o'zimning atimdan jana Noqat Xabar 24 kanalining atidan tinchlik amonchilik qilib bayramingiz bilan qutlaqlayman. Noqat Xabar 24 kanalining atidan jana o'zimning atimdan enelerdan bayram bilan qutlaqlaymiz. Qarangizlar. Qarangizlar. Mashina to'g'ibdir. Murzayev yo'lchi atındagi ko'cha bilan Islom Bergash atındagi ko'chaning o'rtalig'ini to'g'ishibdi. Ko'chaga asal yerda taqi to'g'ib tegizlashibdi. Qarangizlar. Şu bugungi jonliqlar shu Qayrag'ash jonliqlar. Bunu bu ceram yol jamoada tegizlab sho'rtib. Allah razı olsun demekçiyiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, boringlarga tinchlik, omonchilik qalaymiz deb. Mana yo'l qaranglar, tep-tegiz deb shag'al to'g'ib qo'yibdir. Endi buni surib tegiz etdi. Kunjullar jamoni. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.